27 kunda 10 ming dollarlik qarzdan butkul qutuldim. Полный. Birgina o'sha duo orqali, ya'ni o'sha duo taqdirni o'zgartirish qobiliyatiga ega deysa, hech qanaqa derdim-da. Men o'sha hozir endi bu gapim uchun qanchalik bilmadim, bir xil psixologlar meni yomon ko'rib qolishi mumkindir, bir xil noto'g'ri gapirmasam, men ularni yomonlamoqchi emasman, lekin ezoterika bu yo'q narsa, kvant bu yo'q narsa, yokida oyna osti yoki mishleniya bir nimalar u ham yo'q narsa. Men bitta o'sha duo orqali bildim. O'sha narsani qilganimdan keyin menda haqiqatan hayotim ag'dar to'g'ri bo'lib ketdi. Turmushimda ajrashishgacha ham bordik. Ajrashmoqchi ham bo'ldik. Ikkita tomon ham, lekin yarashib, yaxshi bo'lib. Endi hozir bu videoni meni onam ko'ryaptilar, onamlar ko'ryaptilar, xolam ko'radilar, balki turmush o'rtog'im ham ko'radilar, lekin meni 10 ming dollar qarzga tushganimni hech kim bilmaydi. Men bitta o'zim demayman. Alloh qudrati bilan Alloh yetkazdi menga. Bitta o'sha o'rgatgan praktikalaringiz orqali chiqdim shu summadan. 27 kunda bo'ldi. Haqiqatan bo'ldi bu narsa.